BMW iX3 va New klassi. BMW iX3 bu BMWning to'liq elektr krossoveri bo'lib, u oddiy BMW X3 platformasi asosida qurilgan. Bu model brend uchun muhim bosqich bo'ldi. U elektr harakat tizimiga o'tishning amaliy boshlanishi bo'lib, BMWning an'anaviy sifati va qulayligi va premium darajasini saqlab qolgan. Agar iX3 birinchi qadam bo'lgan bo'lsa, New klassi konsepsiyasi esa butun BMW kelajagini ifodalaydi. New klassi bu aynan elektromobillar uchun noldan ishlab chiqilgan yangi platforma. Ushbu elektrokar quyidagi asosiy xususiyatlarga ega: kattaroq va samaraliroq batareyalar, yengillashtirilgan konstruksiya, yuqori energiya samaradorligi, yangi avlod elektron va dasturiy tizimlar. Oddiy qilib aytganda, bu BMW tarixidagi yangi davrga o'tishni ifodalab, avtomobillar avvaldan elektr versiyalarini ishlab chiqishga optimizatsiya bo'lishi uchun loyihalanadi. iX3 ni qiziqarli qiladigan jihatlar: BMW ga xos dizayn va salon sifati, kundalik foydalanishga qulay yurish va uzoq masofani bosib o'tishdan ko'zlangan imkoniyatlar, haydovchi uchun yordamchi tizimlar va zamonaviy xavfsizlik texnologiyalari. Ishlab chiqarish asosan Xitoyda amalga oshirilishi ushbu modelning narxi Yevropa va AQSh analoglaridan arzon bo'lishiga qaratilgan. BMW iX3 bu o'tish davrining modeli. U BMWning ichki yonuv dvigatelli avtomobillar davridan to'liq elektr kelajak sari ko'prik vazifasini bajaradi. New klassi esa bu kelajakning to'liq boshlanishi. BMW iX3 bu o'tish davrining modeli. U BMWning ichki yonuv dvigatelli avtomobillar davridan to'liq elektr kelajak sari ko'prik vazifasini bajaradi. New klassi esa bu kelajakning to'liq boshlanishi. iX3 BMW uchun tajriba maktabi sifatida qaraldi. U kompaniya elektromobil mijozlarining ehtiyojlarini tushunishga yordam berdi. Muhimi, BMW iX3 New klassi platformasida qurilmagan. U X3 asosidagi Clark platformasida foydalanadi. Elektrokar bitta elektromotorga ega bo'lib, harakat orqa g'ildiraklar yurishi orqali amalga oshadi. Quvvat 210 kW, ya'ni 286 ot kuchi. Aylanma moment 400 Nm. 0 dan 100 km/soatgacha 608 sekundda chiqadi. Maksimal tezlik 180 km/soat bilan cheklangan. Foydali batareya sig'imi 74 kWh. VLTP yurish masofasi 460 km. DC tezkor zaryadlash 150 kW gacha. iX3 ning uzunligi 4734 mm, kengligi 1891 mm, balandligi 1668 mm, g'ildiraklar bazasi 2864 mm. Xulosa qilib aytganda, BMW iX3 shunchaki elektr krossover emas, balki BMW falsafasining mantiqiy davomidir. Dinamika, qulaylik va texnologiyalar endi shovqin va chiqindi gazlarsiz. Bu model o'zining kelajak avtomobil qilib ko'rsatishga urinmaydi. U kelajak allaqachon kelganini namoyish etadi. Volkswagen ID Era 9X allaqachon nemis brendining katta o'lchamli gibrid SUV segmentidagi yangi flagmani deb atalmoqda. Ushbu avtomobil Xitoy bozorida SAIC Volkswagen hamkorligida ishlab chiqilgan va uzoq masofaga yurishga mo'ljallangan elektromobillar haqidagi tasavvurlarni o'zgartirishi kutilmoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ID Era 9X uzunligi 502 metrdan ortiq, kengligi qariyb 2 metr, balandligi esa 181 metr atrofida. Bu ko'rsatkichlar uni ko'plab premium raqiblaridan ham kattaroq qiladi. Tashqi ko'rinishi jiddiy va zamonaviy. Ingichka LED faralar, minimalistik kuzov va faol havo kirish tizimlari nafaqat futuristik ko'rinishga, balki sovutish samaradorligini ham oshiradi. Tom qismida zamonaviy lidar moduli va avtomatik chiqadigan eshik tutqichlardan tashqari yana boshqa kelajak texnologiyalarini ham shu yerda ko'rishimiz mumkin. Volkswagen ID Era 9X 6 yo'lovchi uchun mo'ljallangan, o'rindiqlar 3:2 sxemasi bo'yicha joylashtirilgan bo'lib, katta oila yoki uzoq safarlar uchun ideal tanlov. Salon haqidagi ma'lumotlar hali to'liq ochiqlanmagan, ammo u keng, zamonaviy va yuqori texnologik bo'lishi ma'lum. Katta markaziy ekran va minimal jismoniy tugmalar konsepsiyasi qo'llaniladi. Ushbu model oddiy elektromobil emas, bu EREV, ya'ni masofani uzaytiruvchi generatorga ega elektromobil. Asosiy harakat elektr dvigatellar orqali amalga oshadi. 1,5 litrli benzinli turbo dvigatel esa generator sifatida ishlaydi va g'ildiraklarni bevosita harakatga keltirmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, ID Era 9X ning 3 ta pozitsiyasi mavjud. Birinchi pozitsiya bazaviy RVD, bitta orqa elektromotor 295 ot kuchi.
va 51,1 kWh batareya taxminan 267 km sof elektr yurish masofasini ta'minlaydi. Ikkinchi pozitsiya kattaroq batareya 65,2 kWh va 340 km gacha elektr masofa. Uchinchi pozitsiya 2 motorli to'liq tortish tizimi, umumiy quvvat 510 ot kuchi, yuqori dinamika. Maksimal tezlik taxminan 200 km/soat bilan cheklangan. Umumiy yurish masofasi elektr va benzin generatori kombinatsiyasida batareyani o'zida 400-600 km dan ortiq masofani bosib o'tish mumkin. Batareyada quvvat tugaganda ham benzin dvigateli energiya ishlab chiqarishda davom etadi. Yoqilg'i sarfi esa mo'tadil darajada qoladi. Volkswagen ID R9X bu oddiy yo'l tanlamas emas, bu kelajak gibridi. U elektromobilning afzalliklarini va benzinli generatorning qulayligini birlashtiradi. ID R9X nafaqat katta va kuchli, balki uni aqlli mashinalar qatorida joy olgan. Unda zamonaviy haydovchiga yordam berish tizimlari, adaptiv kruiz nazorati, yo'l chizig'ini ushlab turish va yarim avtonom boshqaruv imkoniyatlari kutilmoqda. Sun'iy intellekt asosida multimedia tizimi haydovchining odatlariga moslashishi mumkin. Keng raqamli panel va atmosfera yoritilishi premium darajadagi hissiyot beradi.